Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Qo'qon shahri va uning eng mashhur tarixiy obidalari, Qo'qon jome masjidi hamda Xudoyorxon o'rdasi haqida batafsil ma'lumot beraman. Qo'qon Farg'ona vodiysining eng qadimiy va nufuzli shaharlaridan biri hisoblanadi. 18-19 asrlarda bu yer Qo'qon xonligining poytaxti bo'lib, Markaziy Osiyodagi muhim siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazga aylangan. Bu yer orqali savdo yo'llari o'tgan, ilm-fan va hunarmandchilik rivojlangan. Endi esa Qo'qonning muhim diniy markazlaridan biri jome masjidiga to'xtalamiz. Qo'qon jome masjidi 1819-1822 yillarda Umarxon tomonidan qurdirilgan. Ushbu masjid o'zining betakror me'morchiligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, masjidning uch tomoni bo'ylab joylashgan 98 ta yog'och ustundan iborat ayvoni juda ham mashhur. Har bir ustun nozik o'yma naqshlar bilan bezatilgan bo'lib, bu o'zbek milliy san'atining yuqori darajasini ko'rsatadi. Masjid hududida balandligi taxminan 22 metr bo'lgan minora qad ko'targan. U o'z vaqtida azon aytish uchun xizmat qilgan. Ichki qismida ganj o'ymakorligi, rang-barang naqshlar va marmar bezaklar mavjud. Ushbu masjid nafaqat ibodat, balki o'z davrida madrasa sifatida ham faoliyat yuritib, ilm-ma'rifat markazi bo'lgan. Endi esa Qo'qonning eng ulug'vor inshootlaridan biri Xudoyorxon o'rdasi haqida. Xudoyorxon o'rdasi 19-asrda 1863-1870 yillar oralig'ida qurilgan bo'lib, Qo'qon xonlarining asosiy qarorgohi bo'lgan. Ushbu saroy o'zining kattaligi, hashamati bilan boshqa inshootlardan ajralib turadi. O'rdada 100 dan ortiq xonalar mavjud bo'lib, ular turli maqsadlarda qabulxonalar, yashash xonalari va xizmat xonalari sifatida foydalanilgan. Saroy devorlari rang-barang koshinlar, murakkab geometrik naqshlar va ganj o'ymakorligi bilan bezatilgan. Saroyning asosiy darvozasi ayniqsa diqqatga sazovor bo'lib, uning balandligi va bezaklari o'sha davr me'morchiligining yuksak namunasi hisoblanadi. Bu o'rda Qo'qon xonligining siyosiy markazi bo'lib, davlat boshqaruvi aynan shu yerda amalga oshirilgan. Bugungi kunda Xudoyorxon o'rdasi muzey sifatida faoliyat yuritmoqda va ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb etmoqda. Xulosa qilib aytganda, Qo'qon shahri o'zining boy tarixi, me'moriy obidalari va madaniy merosi bilan alohida ahamiyatga ega.